Xudoning uyini ko'rib kelib, yo haj yo umra qilib kelib zino qilib yurgan bo'lsa, haromdan hazar qilmayotgan bo'lsa, ichib chekib yurgan bo'lsa, yolg'on gapirayotgan bo'lsa, bir tiyin Xudoning uyini 36 marta ko'rmaydimi? Kapeyka. Allohning uyini ko'rgan odam Allohdan uyalish kerak. Allohning uyini ko'rgan odam Allohdan qo'rqish kerak. Bugun qarasangiz shikoyat ko'payib ketdi. Nimadan? Musulmonlardan shikoyat ko'payib ketdi. U yoqdagi meva sotayotgan, bu yoqda jo'natayotgandan shikoyat qilyapti. Meva jo'natgan shopirlardan shikoyat qilyapti. Nima qilibdir shu shopir bo'lib $200 oshiqcha pul olsam, rasxotini ko'paytirib yozib, u o'ylaydiki, peshana teri bilan halol bo'lib qoladi deb o'ylaysizmi? Fohisha pul topish uchun bilasizmi, qulog'ini teshigigacha terchib ketadi. O'g'rilik qilish uchun bilasizmi, qatigacha terlaydi. Nima, peshana teri halol qilib qo'yadi deb o'ylaysizmi? Payg'ambarimiz alayhissalom nima dedilar? Musulmon xo'p, qo'rqoq bo'lishi mumkin, u bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin, lekin meni ummatim yolg'onchi bo'lmaydi deganlar. Bu nima degani? Yolg'onchi ummat bas degan. Agar shu shablonni yolg'onchi ummat bas degan shablonni olsa bilasizmi, hozir masjidda qancha odam qolar ekan? Qani yolg'on gapirmaydigan ummat